Ko'pchilik mana shunaqa original zernoviy kofelarni, ya'ni qahva donachalaridan kofe qilib ichgisi keladi, lekin kofe apparatim yo'q deb bu narsadan o'zligini tiyishadi. Men sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, choyni. Bu oddiy choyni emas. O'rtasi ochiladi. Tepasida ham filtr, pastida ham filtr. Ko'rishingiz mumkin, ichi ochiladi. Buni ichiga suv quyasizlar. Suv quyganingizdan keyin mana buni ustiga yopasizlar. Bunga o'sha kofeni maydalangan, ya'ni zernoy kofeni kofe molkadan o'tkazganingizdan keyin mana mashinaga solasizlar shu kofeni. Kofeni solganingizdan keyin yaxshilab mana bunaqa presslab olasizlar. Presslaganingizdan keyin tepasini yopasizlar. Choyning tepasini o'zi rezbali bo'ladi. Rezbani yaxshilab yopasizlar. Mana ichida hech qanaqa suv yo'q. Buni hozir gazga qo'yamiz. Gazni mana bunaqa eng kichkina yonadigan joyi bo'ladi-yu. Ana o'shunaqa joyiga past olovda choynigimizni qo'yamiz. Mana kofemiz ham уже qaynab chiqdi. Boyiga pastdagi suv через filtr o'tib, tepaga faqat o'sha haqiqiy kofening o'zi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, original kofe tayyor bo'ldi. Hech qanaqa quyqalari chiqib ketmagan. Zo'r kofe bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mazza qilib ichib oladigan kofe bo'ladi. Mana choynini ko'rishingiz mumkin. Quyqalari tepaga chiqib ketmagan, o'zida qolgan. Mana shu filtr ancha narsani ushlab qoladi. Agar menga achu kofe bo'lmaydi, men achu kofe icha olmayman desanglar, mana bunaqa molokodan bitta qoshiq yaxshilab sovurasizlar-da. Yaxshilab mana shunaqa aralashtirib olsanglar, haqiqiy trivatnon kofe bo'ladi. Bu choynini yaxshi tomoni, mana bunaqa original kofeni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, apparat sotib olmasdan shu choynini o'zida ham maza qilib kofe ichsanglar bo'ladi. Bu yaxshi choyni, mana bunaqa klapillari ham bor o'zida. Buni meni o'zimning o'rtog'im sotadi. Ko'pchilik bu choyni qanaqaligini bilmayapti. Shunga bitta video qilib ber deganing uchun men bitta video qilib berdim. Agar sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. 90 180 99 99 nomerlariga telefon qilib, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Viloyatlarga BTS pochtadan ham chiqarib yuborishi iloji bor. Bu videoni kofeni yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.